Assalamualaikum hurmatli tadbirkorlar. Bugun 13-may 2026 Biznes rivojlantirish banki biriktirgan Gulshan Mufida tadbirkorlar uchrashuvi bo'lib turibdi. Shularga bankimizdagi mavjud kreditlar bilan tanishtirib o'tamiz. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish so'zligida bankimizda mahalla loyihasi biznesga birinchi qadam POK 60 385 POK 312 sonli qarorlar asosan kreditlerimiz mevcut. Misal için biznesga mahalla loyihasi kreditine gelgan bo'lsak 60 milyon beriladi. 36 ay muddeti 6 ay imtiyozli davr bilan ayol kishi bo'lsa 24%dan, erkak kishi bo'lsa 25%dan beriladi. Maqsadli bo'ladi. Mahallaya biriktirilgan hokimlardan mahalla bankiri ya mahalla agenti borib o'rganadi. Maqsadligini o'rgangandan keyin plastik karta tushib beriladi. Yo'q, katta tadbirkorligimiz aytayotiraman dedi. Ammo 313 sonli qaror asosida 300 million berib bilamiz. Buni foiz stavkasi 20% dan bo'ladi. 6,5